Assalomu alaykum hammaga. Konveksionniy pechkada ekleri yorilmasdan pishirishni o'rganishni xohlasanglar, videoni oxirigacha kuzatinglar. Eklerimizni kremi uchun angliyskiy texnologiyada zavorni shokoladniy krem tayyorlab olamiz. Eklerimizni kremlarning tayyorlanishi, xamirlarning tayyorlanishi, hamma texnologiyalarini texkarta shaklida Telegram kanalimizga joylab qo'yganmiz. Kirib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Kremni tayyorlab bo'lganingizdan keyin ustini yaxshilab kontaktga yopib, xolodilnikka olib qo'yishlarini maslahat beraman. Ekler xamiri uchun satinlikka suv, sut, sariyog', tuz, shakar solib yaxshilab qaynatib olamiz. Qaynab chiqqandan keyin un solib yaxshilab xamir holatiga keltiramiz. Xamirni baland olovda qovurishlarni tavsiya etaman. Satinlik tagida parda hosil bo'lguncha xamirimizni yaxshilab qovuramiz. Tuxumni blender qilib olishinglar muhim. Xamirimizni 40-45 gradusga tushguncha yaxshilab sovutib olamiz. Tuxumni 3 qismga bo'lib solamiz. Birinchi bo'lib yarmini solib, qolgan qismini mikserda pasaytirgan holatda sekin-sekinlik bilan solamiz. Xamir quyilib qolgan bo'lsa, ozgina iliq sut sotsa ham bo'ladi. Xamir elastikniy bo'lishi kerak va ustini paket bilan yopib 1 soatga tindirib qo'yamiz. Maxsus nasatkaga solib, eklerimizni kovrik ustiga siqib chiqamiz. Ustiga eritilgan sariyog' sepamiz va saxarning pudra sepib, qizib turgan 230 gradusli duxovkaning ichiga tiqib, duxovkani o'chirib qo'yamiz. 20 minutdan keyin duxovkamizni yoqib 165 gradusda qizarguncha pishirib olamiz. Sovigan eklerimizni ichiga kremimizni siqib chiqib, 1 soatga morosilkaga olib qo'yamiz. Glazurini videoda ko'rsatilgandek yetma-yetlik tayyorlab, glazurimiz soviganidan keyin eklerimizni glazurga botirib olamiz va o'zingiz xohlagan ko'rinishda bezatib, yaqin insonlarni xursand qilsanglar bo'ladi. Agar ekler tayyorlashda qiyinchilikka duch keladigan bo'lsanglar, o'zimga murojaat qilinglar. Qo'limdan kelgancha yordam berib, tushuntirib beraman.